Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Joyida avtosavdo doimgidek avtomobillarning narxlari bilan tanishtirishda davom etadi. Bugun 29-iyun sanasi bilan Abdalla Moshin bozorida avtomobillarning narxlari bilan tanishtiramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Keyingi manzilimiz xudo xolasa Jizzax avtomobil bozori bo'ladi, xudo xolasa. Biz kuzatishda davom eting. Ketdik. Kelib qoling o'rtoqlar. Nexus 3 sotiladi, arzoniga otiladi. Yili 2019. Gaz balon qo'yilmagan, 24 ming masofani bosib o'tgan, kraskalarida bitta tiq etgan joy yo'q deyapti akamiz. Javob deyapti. Bir dona kulch tegmagan deyapti. 4 ta yangi balon qo'yib qo'yilgan. Holati zo'r o'rtoqlar, kraskasi toza deyapti. 24 ming masofa juda ham kam yurilgan. Salonlarga e'tibor beramiz. Holatiga e'tibor bering o'rtoqlar. Nexus 3imiz narxi 8,5 ming deyapti. 7800 ga so'ralibdi, berilmagan, 8,5 ga beraman deyapti akamiz. Ko'rishingiz mumkin. 24 ming yurgan mana, 8,5 ga beraman deyapti. Ko'rishingiz mumkin, 7800 so'ralgan, lekin berilmadi. Kraskalari toza deyapti. 4 ta yangi balonlar, gaz balon qo'yilmagan, faqat benzinda harakatlangan o'rtoqlar. Ko'rishingiz mumkin, holati yaxshi. Nexus 3 qidirib yurganlarga shu videoni jo'natib qo'ying o'rtoqlar. Akamiz 8,5 ga beraveraman deyapti. Yili 2019, 24 ming masofani bosib o'tgan, kraskalar toza, 4 ta yangi balon taqib qo'yilgan. Kelib qoling o'rtoqlar, Cobalt va Nexus 3imiz sotiladi, arzoniga otiladi. Ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, 2020-yilgi Ravon propan gaz balon qo'yib qo'yilgan, o'ng tomon eshigida ozgina kraskasi bor deyapti, 4 ta yangi balon taqib qo'yilgan. Salonlarga e'tibor beramiz o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin. Narxlari juda ham yengil chiqqan. $750 bosh to'lov bilan chiqarib deyapti. Joyida avtosavdo orqali chiqsa $500 ga chiqarib beramiz deyapti. $500 bosh to'lov bilan Cobalt bemalol ketsalaring bo'ladi. Cho'l bo'lik taqib qo'yilgan, holati yaxshi holatda, propan gaz balon qo'yib qo'yilgan, 200 ming masofani bosib o'tgan o'rtoqlar. Kraskasi faqat mana shu ikkita eshigida deyapti. Ketdik Nexus 3 ga o'tamiz. Nexus 3 ga keladigan bo'lsak, yil 2020 metan gaz balon qo'yib qo'yilgan, 230 ming masofani bosib o'tgan, kraskalari toza deyapti. Bemalol tekshirib olaverasizlar, ustakalaring bilan kelib bemalol ko'raverasizlar. Holati yaxshi, 4 ta o'rta balonlar taqib qo'yilgan. Salonlarga e'tibor beramiz o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin. Salonlari ham o'rtacha holatda. $600 bosh to'lov bilan bemalol chiqarib beramiz deyapti. $600 bilan Nexus 3 da ketsalaring bo'ladi. Asli o'zi 800 deyapti. Joyida avtosavdo orqali chiqsalaring $600 bilan chiqarib beramiz deyapti. Nomerlarni qoldiramiz akamizni. Naqdga qancha deyapsiz buni? Naqdga 7900 ga qilib beramiz deyapti. Hisoblanasidan kelsa, naqd puliga aka $100 sukasi bor. Bank tomonlama kelsa $200 sukasi bor. Hisoblanasidan kelsa agar ko'ramiz, hapsga bo'lgan bo'lsa, как положено. Bo'ldi. Shundan keyin beramiz. Bo'ldi. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Nomerlarni qaytaraveramiz kodlar bilan. 99lik 522 94 44. Ikkalasi ham sizga qaraydi. Bizga qaraydi. Bemalol har xil mashinalardan bor. Rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin. Biz kuzatishda davom eting. Qo'ling o'rtoqlar, Cobalt sotiladi, arzoniga otiladi. Yili 2020 tiniq holatda Cobalt so'rab yurganlarga jo'natib qo'yasizlar ushbu videoni. 9800 deyapti akamiz. Gaz balon qo'yib qo'yilgan, holati yaxshi. Umuman chaqa-chuqasi yo'q deyapti. 4 ta yangi balon qo'yib qo'yilgan. Holati zo'r bo'lgan Cobaltimiz. Salonlarga e'tibor beramiz o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin. 180 ming masofani bosib o'tgan mexanika Cobaltimiz. Rullari o'zgartirilgan, holati zo'r, e'tibor berishingiz mumkin. Narxi ham zo'r chiqyapti. 2020-yil mexanika, 180 ming masofani bosib o'tgan, kraskalar toza deyapti akamiz. Sho'p bo'lgan, taqib qo'yilgan, metan gaz balon qo'yib qo'yilgan, 4 ta balonlar qo'yilgan, 4 ta eshigiga shumka qilib qo'yilgan o'rtoqlar. Holati yaxshi, Cobaltimiz. 9800 deyapti, ozgina o'tib beradigan joyi bor. Nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Kelib qoling o'rtoqlar, Cobalt sotiladi, arzoniga otiladi. Yili 2015, avtomat korobka 7,5 akamiz so'rayapti. Holati yaxshi, kraskasi faqat o'ng tomon eshigida chaqa-chuqasi bor ekan ozgina. 340 ming masofani bosib o'tgan avtomat korobka o'rtoqlar. Balonlariga e'tibor berishingiz mumkin. 4 ta o'rtacha balonlar, holatni o'zingiz baho beraverasizlar. Salonga e'tibor beramiz o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin. Avtomat korobka Cobaltimiz ko'liklar tashib qo'yilgan, holati yaxshi. E'tibor berishingiz mumkin. Cobalt qidirib yurganlarga ushbu videoni jo'natib qo'ying o'rtoqlar. 340 ming masofani bosib o'tgan, 7,5 ming so'ralyapti. Gaz balonlar qo'yib qo'yilgan o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin. Cobalt qidirib yurganlarga ushbu videoni jo'natib qo'ying. Joyida avtosavdoga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. 7,5 ming ozga o'tib beradigan joy bor, aloqaga chiqaverasizlar. Kelib qoling o'rtoqlar, Nexus 3imiz va Gentra'miz sotiladi. Ma'lumotlarga keladigan bo'lsak o'rtoqlar, 2020-yilga 250 ming masofani bosib o'tgan, 4 paketli gaz balon qo'yib qo'yilgan o'rtoqlar. Holati ideal, kraskasi yo'q, chaqa-chuqasi ham yo'q ekan. Ko'rishingiz mumkin. Avtomat korobka Nexus 3imiz, 4 ta yaxshi yangi balonlar qo'yib qo'yilgan, taqib qo'yilgan. Saloniga e'tibor beramiz o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin. Poliklar tashib qo'yilgan, rullar o'zgartirilgan, avtomat korobka holati ideal. Nexus 3 qidirib yurganlarga ushbu videoni jo'natib qo'ying o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin. Akamiz Nexus 3imizni 8800 ga baholayapti. Bemalol ketaverasiz o'rtoqlar. 2020-yilga 4-paketli gaz balon qo'yib qo'yilgan, kraskalar toza, avtomat korobka. 257 ming masofani bosib o'tgan. Gentra keladigan bo'lsak, 2021-yilga 90 ming masofaga hali yetmagan, 90 ming kilometr hali yetmagan o'rtoqlar. Ko'rishingiz mumkin, holati yaxshi, avtomat korobka, lyuklar bilan chiqqan. 12 ming deyapti akamiz. Gentramizni kraskasi toza, tiniq, navorotlar qilib qo'yilgan, 4 ta yangi balonlar, holatiga e'tibor berishingiz mumkin. Salonlarga e'tibor bering o'rtoqlar. Salonlar ideal holatda, rullar o'zgartirilgan, poliklar tashib qo'yilgan. Avtomat korobka 90 mingga hali yetmagan masofasi, hali ideal holatda, metan gaz balon qo'yib qo'yilgan o'rtoqlar, holati zo'r. Pultlar bilan beriladi o'rtoqlar. Ideal holatdagi Gentra. Gentra qilib yurganlarga shu videoni jo'natib qo'ying. 12 mingga beraveraman deyapti. Nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar o'rtoqlar. Kelib qoling o'rtoqlar, Cobaltimizni ideal holatdagisi, naq 3,5 ming navrotiga tiqilgan, faqat benzinda harakatlangan, yili 2024, 9 ming masofani bosib o'tgan. Detalli har bir joyga alohida e'tibor bering o'rtoqlar. 4 ta yangi diskalar, faralarga o'zgartirilgan, holati ideal. Tiniq qora bayir o'tiribdi. Bozorda bitta shu ajralib turibdi o'zi. Narxi ham zo'r chiqqan, silpay zonalargacha alohida detalli e'tibor bergan akamiz. Tonirovka rashinlari bor. Saloniga e'tibor beramiz o'rtoqlar.
Holatini qaranglar, detalli har biriga alohida e'tibor berib chiqasizlar, ko'rishlaring mumkin. Tablolariga, rullariga, hammasiga alohida e'tibor bering. Monitorlarga ekranlar qo'yib qo'yilgan, holati zo'r, barlar o'zgartirilgan, chiquvlarni ham taqinishda taqib qo'yilgan. Ideal holatda Cobalt'imiz o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin. 4 ta eshigi shumka qilib qo'yilgan, stop faralar o'zgartirilgan, detalli akamiz yondoshgan, naq 3,5 ming qolganmiz deyapti. Holati ideal, shunday mazangiz qochadi. Bozorda alohida отдельно ajralib turibdi bu Cobalt'imiz. Ko'rishingiz mumkin o'rtoqlar. Narxi keladigan bo'lsak, akamiz 14 mingga beraveraman deyapti. Naq 3,5 ming rasxod qilgan akamiz 14 mingga beraveraman deyapti. Nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Joyda avtosavdoga kuzatishda davom eting.